Hammaga salom. Bugun bilsanglar, MMDance poddelkasini topganman. Endi sizlar bilan uni ochib yeb ko'ramiz. Bu nastoящий MMDance. Bu esa Turkmanistondan bizga hozir juda ham har xil narsalar kirib kelishi boshlabdi. Ularning производствоlarida MMDance Turkmanistondan kelgan ekan. Bu yerda ham yozib qo'ygan, сделано в Turkmenistане deb. Qaranglar, birga bir почти что rasmlari mana. Endi yeb ko'ramiz ichini ochib. Так, mana qaranglar, mana bu nastoящий, mana poddelkasi yoki bo'lmasa похожийsi. Ichi почти bir xil. Endi o'zini ochib yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nastoящийsini yedim. Voy tushib ketdi. Endi poddelkasini. Qaranglar, mana bu MMDance nastoящийsi. Bu poddelkasi. Nastoящийsida shokoladi qora, temniyroq. Bunisida Turkmanistonda chiqarilganda rangi ochroq. Ichidagi даже yong'og'ida ham ozgina raznica bor, lekin yong'og'dan maza emas. Именно mana shu glazur bilan shokoladida bu слишком приторный, arzonroq shokoladlar bo'ladi-yu, o'shani mazasi kelyapti bundan. Bundan maza qilib yurasizlar xolos. Tanlov o'zingizlardan. Keyingi obzorlarda nima bo'lishini xohlasanglar yozib ketinglar. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha